Hello barchaga salom do'stlar. Bugun men sizlar bilan Sensi. Bugungi videomizda biz shu joyda uyimizni quramiz. Bu degani imperiya qilib, mana shunday orolchada imperiya qilamiz. Do'stlar, videomizni boshlashimizdan oldin like, podpiska va kolokol tugmachasini bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Xo'p, biz videomizni boshlaymiz. Let's go. Do'stlar, men sizlarga bitta uyni ko'rsatsam, og'zinglar ochib qolishi aniq nimaga desanglar. Bu uyni qurish uchun naq 1 soat emas, 39 minut vaqt ketdi. Do'stlar, barchalarga rahmat. 300 ta bo'ldik. Endi bizning maqsadimiz 400 ta. Shuning uchun albatta podpiska. Agar podpiska bo'lmagan bo'lsanglar, hali kech emas. Bemalol o'tib turib kanalimga shartta podpiskani bosib qo'ysanglar, like ham chaq bosib turib, kolokольчикni ham shartta bossanglar bo'ldi. Biz videomizni boshlaymiz. Let's go. Do'stlar, birinchi bo'lib men sizlarga bundan oldin yasagan uyimni ko'rsatsam bo'ladimi? 1 2 3 mana ko'rayotgan bo'lsanglar kerak, ichini ko'rsatsam juda zo'r. What the fuck? Mayli, bu birinchi qavatini ichiga kiramiz deb va yana birinchidan boshlab ko'rib turibsizlarmi? Mana qaranglar. Mamta bemalol o'tirsanglar bo'ladi. Bu yerda Box do'stlar bilan mamda televizorda o'ynab o'tirsanglar bo'ladi. Bu nimaligini bilmayman. Bu mamda joy. Bu ham mamda joy. Bu bo'lsa o'zinglar bilasizlar, bu yerda o'tirib turib bir-biri bilan gaplashamiz. Oilalar bu nimaligini bilmayman. Xolodilnik bo'lishi kerak. Bu bizani bu pechka va sandiq. Burada crafting table, qozoncha va ikkinchi qavatga let's go do'stlar. Ikkinchi qavatidan birinchi do'stlar kutib o'tiradi bu va bu kompyuter, yotoqxona, balkon. Ko'rasizlarmi do'stlar? Nargi uyimni ko'rsataman. Bu uyga xafa bo'lish yo'q. Qaranglar, juda zo'r. Xafa bo'lish yo'q. Bu videomizda antiqa va daraxtdagi uycha. Buni qurish uchun o'sha 39 minut vaqt ketdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar kerak. Biz hali buni ichini bezatganim yo'qman. Mana hech qanday bezatganim yo'q. Ikki tarafda balkonlar bor. Top ko'rayotgan bo'lsanglar. Bu mamton tushib ketmaslik uchun mana. Ko'rasizlarmi? Zo'r deb bu. Mana bu oddiy balkon mamnaqa. Mana bu yerda mashina o'tamizda. Bunda o'tib turib pang sakraymiz. Bu yoqqa chiqib bo'lmaydi. Odamlar mashinadan mana mamta qaranglar. Bu yerdan o'zinglar tashlashingiz mumkin. Men o'zim tashlayman. Mashina qilib o'lasizlar deb. Ko'rasizlarmi, chiqishlari ham antiqa ko'rayotgan bo'lsanglar mana. Bunda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bu yerga kirishlar bilan sizlarni bu kutib oladi va ikkinchi qavatda bu kirish uchun. Endi biz ketdi. Xo'p do'stlar, men bunda ko'rayotgan bo'lsanglar kerak, shu men aytgan uy shu ko'rayapsizlar. O'zimizdan uyimizni qurishimiz kerak yana. Qanday quramiz desanglar, oddiy bo'lmishlar. Masalan bo'ladi, bu boydi uyi, bu o'rtacha uy bo'lsa kerak. Buni baseyni yo'q. Buni baseyni bor. Uchun bo'lardi. Ko'rasizlarmi, juda zo'r deb biz birinchi bo'lib kutib olamiz. Bu ko'zda yorug'lik kechqurun yop-yoq bo'lib qoladi. Endi bizga uchun kerak bo'ladi. Oddiy uycha bu. Buni bu va keyin qaysi kerak bo'lardi? Bo'ldi shu. Keyin buni qurish uchun bir necha 4 minut 15 minutmi kerak bo'ladi. Bu uchun 1 2 3 4 5 6 7. Bu 7 da 1 2 3 mamnunto mana qarang. 1 2 3 4 5 6 7 qilib turib, bu yerdan 1 2 3 4 5 6 7. Mana shu bilan tenglashtirasizlar. Bu yoqdan 1 2 3 4
20 ta. 20 ta orasi bu yerda 1 2 3 4 5 6 7 to'g'rimi? Endi bu yoqdan endi men bu yoqdan ham xuddi shundoq qilib 20 ta. Xuddi shundoq qilasizlar. Oh my god, what? Do'stlar, albatta like, podpiska va колокольчик tugmachasini bu videomizda x bo'lmaydi. Bo'ldimi? Da, bo'ldi. Yo'q, to'xtanglar, bu yerda 20 bo'lsa 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 ta bo'ladi. Yo'q. 32 ta bo'ladi. 32 ta orab 7 ta. Oh my god. Orasini o'zingizlar xohlagancha qilsanglar bo'ladi bu yerini. Faqat shu katta bo'lsa bo'ldi men bu yerda. Bu yo'q. Bu yoqqa 7 ta. Orası 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 ta bo'lishi kerak-da. Mana. Xuddi shu shakl chiqishi kerak. Pistolet. Endi men buni to'g'risidan ham bu yoqqa 1 2 3 4 5 bo'ldi. Endi buni polini biz buni qaraymiz. Bunaqa kurotlarni men bu uylarga ko'ra boshqacharoq bu. Bu polini yopib chiqasizlar. Xo'p do'stlar, polini yopib oldik. Endi biz bundoq qilib chiqamiz. Endi buni yopib chiqasizlar mana shundoq qilib. Xuddi shundoq qilib polini yopib chiqasizlar. Xo'p do'stlar, xuddi shunday qilib turib bundoq qilasizlar. Endi biz xuddi shunday qilib derazalar ikkita tashlab turib yana ikkita tashlab turib yana ikkita mana bundoq bo'ldi. Xuddi shunday qilib hammasini bundoq xuddi shunday qilib chiqamiz. Do'stlar, albatta like, podpiska va колокольчик. Tezroq turistda bo'lsak, undan ham yaxshi. Shuning uchun turistda bo'lishimiz kerak-da. Turistda albatta sanikda bitta ukam bor edi-ku. Bu endi qilmaymiz. Shuning uchun ana shu ukamga ham endi podpiska bosinglarda. Bu ukam kanali yaqinda 500 tezroq turistda bo'lishga tezroq nima bo'lishi kerak? 100 ta bo'lishi kerak. Tezroq 100 ta bo'lsa, tezroq 100 ta bo'lsa, endi u ham men bilan videolar chiqaradi. Albatta men bilan videolar chiqarish uchun sizlar albatta like, podpiska bosishingiz kerak. Agar bosmasalar, bilmadim. What the fuck? Xullas do'stlar, bo'ldi. Men bu yog'ini ham qilib olamiz. Endi do'stlar, tomini xuddi shu bilan o'rab chiqamiz. Endi do'stlar, xuddi shunday qilib bu bilan o'rab chiqamiz. Let's go. Albatta like va podpiska bosinglar. Bu oddiy uyroq, oddiy sifat. Qishloqda qurish videolar uchun oddiy qishloqda bo'lmish boy kambag'al boy bo'lmish va oddiy nima aholi va do'konchi nimasida qurishlar bo'laveradi. Endi shu ko'rinishda qilib ketamiz. Endi bezatamiz do'stlar. Bu yoqqa ikkita bundoq qilib turib qo'ydik.
yo'q bo'lsa bu yerga kompyuter qilamiz dedi. Bu yerga jihozlarini qo'yamiz. Bu jihozlar mana bu tepada bo'ladi. Bu yoqqa bu qanday bu? Bu betga bo'ldi. Hop, endi bizga o narsalarimizni olib olamiz. Navbatda bu narsa bizga kerak bo'ladi, bilsanglar kerak. Bo'ldi. Endi bizga bu kerak bo'ladi. Bu nimaga deb o'tgan bo'lsanglar, shkafcha bo'ladi-ku. Bu yetadigan joygacha qilish kerak. Bo'ldi. Biz endi bu yerga bitta televizor qo'yamiz. Va bu yerga birinchi bo'lib turgan jihozlari. Bezatib bo'lgandan so'ng o'zim ko'rsatib chiqqanman. Do'stlar, biz mana birinchi kirishlar bilan xuddi shunday ikki tarafda bunday va bu yerda bemalol o'tirib televizor ko'rasizlar va keyin bu yerda mana bunda o'tirib 4 isla bu sandiq mana sizlarga ko'rsataman. Mana chiqadi. 2-3 marta bossanglar ham chiqaveradi. Bu mana bunda pechka va bu joy oddiy bo'lib qolgan do'stlar. Bu yerga o'zingizlar xohlagandek narsalar qo'ysanglar bo'laveradi. Men narsa qo'yim kelmadi, zerikdim. Bu narsalar qo'yguncha-yu ancha vaqt oladi. Mana bunday qilib eshikni o'zimizga qo'yamiz. Mana do'stlar. Bo'ldi. Ko'rishlar mumkin. Xullas shu uy ko'rinishi oddiy. Xullas, to'xtanglar. Xullas hammaga xayr do'stlar. Bugun men sizlar bilan Minecraft bo'ldim. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Xullas hammaga paka.